Bu xonadonga alohida ahamiyat berib, diqqat bilan videoni tomosha qiling. Siz uchun yangi qurilgan, hamyonbop narxdagi zo'r bitta xonadonimiz sotuvga chiqarilyapti. Mahallamiz yangi mahalla. E'tibor berasizlar, suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. Yangi mahallada joylashgan yangi zamonaviy xonadonimiz sotuvga chiqarilyapti. Umumiy hisobda 2,1 sotiq yer maydoniga qurilgan 2 qavatli yaxlit podvalli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Umumiy hisobda 260 kvadrat metr yashash maydoniga ega. 6 ta xona, plus hol, oshxona va podval qismiga ega bo'lgan mana shu xonadonimizga egalari tarafidan 175 ming startviy narx so'raldi. Yana kelib tepasida savdosini qilsak bo'ladi. Egalar tarafidan bonus tariqasida oshxona mebellari qilib berish sharti qo'yildi. Akalar, xonadonimizga bitta zo'r plus tarafi, menga yoqqan tarafi shuki, xonadonimizning oldi tarafi ham, orqa tarafi ham keng ko'chalardan iborat bo'lgan zo'r mahallada joylashgan ekan va yana bitta zo'r tarafi, orqa tarafdagi ko'chamizga ham uy ichidan chiqish imkoniyatlari, ya'ni oshxonadan chiqish yo'llari qoldirilgan ekan. Orqa tarafimizda 1,5 sotiq zaxvat joy qoldirilgan, bemalol foydalansanglar bo'ladigan zilyon zonalar qoldirilgan. Xonadonimizda umumiy hisobda 6 ta xonasi bor. Har bitta xonasiga alohida e'tibor berasizlar. Katta, keng va yuqori sifatda remontlari amalga oshirilgan. Eshiklari, tarkitlari, zinalari, eng zo'r zamonaviy mahsulotlar foydalanilgan. Okil umumiy hisobda xonadonimizda 2 ta sanuzel joylashgan. Xonadon tashqarisida esa alohida mehmonlar uchun hojatxona ham qoldirilgan. Hovlimizga bemalol 2 ta mashinani joylashtirib qo'yish imkoniyatlari joylashgan. Hovlimizda yana qo'shimcha ravishda zamonaviy qilib yozgi oshxona qilishingiz uchun ham alohida sharoit qoldirilgan. Egalar tarafdan xonadondagi mayda-chuyda ishlari nihoyasiga yetkazib beriladi, faqatgina fasad ishlari qoldiriladi. Egalarga aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumotlarni olib tepasi narxini savdolashingiz bo'ladi. 175 ming startviy narx so'ralayotgan mana shu xonadon manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Kelis mostidan o'tgan yillarda, betonkada kelayotgan yillarda o'ng qo'linglarda JM avtosaloni keladi. JM avtosalonining orqasidagi Qizg'aldoq yangi zamonaviy mahallada joylashgan zamonaviy xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Egalar nomerlari yozildi, qo'shimcha ma'lumotlarni olib kelib tepasi narxini savdolashib, yanada arzonroq baraka qilsa bo'ladi. Bu mahallaga bu xonadon narxi juda ham zo'r qo'yildi. Shaxsan bu meni fikrim.